Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio çarşamba kuni kechda atrofliq mudofaa siyosati qonun loyihasiga o'zgartish kirgizish to'g'risida tez bilet tashlashga to'sqinlik qildi. Payshanba kuni ertagandan boshlab Kengash palatasi Qurolliq mulozimat komitetining raisi Jack Reed besh burchaklik binoning chiqimi va siyosatini belgilaydigan Davlat mudofaa organiga 24 tuzatish kirgizish loyihasiga bilet tashlashga ruxsat qilishni qo'lga keltirishga tirishdi. Tuzatish kirgizilgandan keyin Kengash palatasi rahbarlik qatlamidagilar tuzgan kelishimning bir qismi sifatida mudofaa qonun loyihasini ma'qullash uchun bilet tashlaydi. Rubio Kengash palatasidagi eng oxirgi bilet tashlashdan burun o'zining tuzatish kirgizish loyihasini uning ichiga kirgizilmaganligi uchun tuzatish kirgizish kelishimini to'xtatdi. Rubioning maqsadi Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kirgizishni cheklash. Rubioning tuzatish kirgizish loyihasi çarşamba kuni Kengash palatasining ishxonasiga avatilgan tuzatish kirgizish tizimligiga kirgizilgan bo'lib, bu kelishimning bir qismi sifatida bilet tashlandi ekan. Ammo Rubio kutilmagan qarshilikqa duch keldi. Kengash palata a'zolari uning tuzatish kirgizish loyihasiga bilet tashlagan taqdirdami, mudofaa qonun loyihasi haqida ilib beriladigan bilet tashlashdan burun chiqariladi ekan. Kengash palatasidagi ko'p sonliqlarning vakili Charles Schumer Rubioning tuzatish kirgizish qaroriga bo'lgan noroziligini echinishliq va kulkilik dedi. Rubio Kengash palatasidan o'tgan, ammo Avom palatasida to'xtab qolgan loyihani qo'llamag'achqa, Avom palatasining to'sqinlik qilganligini, shirkatlarning bu loyihaning ma'qullamasligi uchun tirishchilik ko'rsatganligini aytdi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Zara Uyg'urlarni majburiy emgakka silish to'g'risidagi ayblashlar tufaylidan Fransiyadagi do'konni kengaytirish ijozatini rad qilgan. Zara'ning ana shirkati Inditex'ning aytishicha, Zara bu qarorga norozilik arzi sunadi ekan. Fransiyaning g'arbiy janubidagi Bordo shaharlik hukumat binosining bayonotchisi Zara'ning do'konni kengaytirish talabini rad qilish qarori shu yerdagi ma'muriy tarmoqdan kelganligini, bayonotchining so'ziga qaraganda bu qarorni chiqargan kengash bir fransuz tekshiruvchining Fransiyaning Inditex va boshqa bir qancha sayyora sotuvchilarning Sharq Turkistondagi majburiy emgakni ishlatishga aloqador tekshirishiga asosan bunday qarorni chiqarganligini aytdi. Zara parcha setish savdogarlarining plan iltimosi to'g'risidagi mamlakatlik komitet qaroriga norozilik arzi sunmoqchi bo'lib yetibdi. Germaniyadagi kishilik huquq guruhi Xitoyning Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyati bilan chetishliq deb ayblangan Gollandiyadagi kiyim-kechak shirkati C&A va boshqa bir qancha markalarga qarshi qonuniy harakat qo'llanmoqda. Shuningga o'xshash da'volar Germaniya va Fransiyada davom qilmoqda. Yevropa asosiy qonun va kishilik huquq markazi nomida ayblayotgan ba'zi advokatlarning aytishiga qaraganda, bu Gollandiyada tunji qitim elib berilmoqda ekan. Bu faoliyat guruhi Gollandiya taftish mahkamasining shirkatlarning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradigan kishilik huquq dafsanchiligiga chetishliq deb ayblaganligini tekshirishni umid qiladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni paxta yig'ishga va kiyim-kechak ishlab chiqarishga majburlaganligi o'ttirg'a qo'yilgan bo'lib, bu mahsulotlar xalqaro ta'minlash zanjiri orqali Yevropa bozorida sotiladi. Bu yolg'iz xalqaro jinoiy ishlar qonuni bo'yicha emgakni ekspluatatsiya qilishla bo'lmasdan, balki insoniyatga qarshi jinoyatning kengaytirilishi hisoblanadi ekan. Xabarlarda aytilishicha, bu ayblashlar C&A'ning paypoqlari, Nike'ning tanarkat oyog'i, Patagoniyaning tashqi kiyimlari, State of Art'ning erkak moda kiyimlariga markazlashgan. Muxbirlar C&A'ning Sharq Turkistondagi fabrikalarda ishlab chiqarilgan kiyimlarni olmaganligini, Patagoniya shirkatining Xitoydan paxta sotib olmaganligini, State of Art va Nike'ning javob bermaganligini aytdi. Ammo Yevropa asosiy qonun va kishilik huquq markazining aytishicha, C&A'ning paypoqlarining tarkibida vositachilar orqali ta'minlangan paxta yiplar bor ekan. Advokatlar faqat shubhininglar qonuniy harakat qo'llanishga yetarli bo'lganligini aytdi. Turk xalqi vatanparvarlik to'g'risida mundaq deydi. Vatanparvarlikni tarozining bir tarafiga qo'yganda, yana bir tarafiga qo'yib, uni taqsimlashtira oladigan bir narsani topqili bo'lmaydi. Vatanparvarlik tuyg'usi har qanday tuyg'udan ustun turadi. Ba'zilari qaytib kelishni zodimi o'ylamay oldingi safga boradi. Ba'zilari urushda yiqinlaridan ayriladi. Agar vatani bo'lmasa, keyingilarning nima qimmati bo'lsin? Agar inson qafasdagi bulbulga o'xshash mahbusga aylansa, yeydigan nonning ta'mimi, so'zning ma'nosimi bo'lmaydi.
Bir kuni yo'l ayirishga to'g'ri kelganda qilcha ikkilanmay jonni berish, she'rlik martabasiga erishish mana bu vatanparvarlikdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.